Yo, hello, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Johnny Minecraft kanalida bugungi video roligimizda mana bunaqa urug'lab kelganman. Shular tomorqamizga ekamiz do'stlar. Xo'p, yana bitta yangilik. Mana bu uy, ya'ni qarshimizdagi uy endi bu meniki do'stlar. Nimaga meniki desanglar, chunki bitta qishloqi bor edi-yu. O'sha xullas ketdi bir oyga qayergadir, shahargami ketdi. Ketdi qaysidir qishloqqa do'stlar. Shuni sababiga ham u menga topshirib ketdi uyini. Shuning uchun men unga qarayapman. Endi mana bu urug' pumpkin bilan tarvuz urug'ini ekishni ruxsat so'raymiz do'stlar. Xo'p do'stlar, endi ruxsat olishimiz kerak. Baribir men merdan tag'in o'z boshimcha deb urishim kerak. Assalomu alaykum mer, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. O'zing yaxshisan, Joni? Ha, yaxshi, rahmat mer. Xullas bitta narsa aytmoqchi edim sizga. Nima deysan? Shu qo'shni qishloqdan mana shunaqa urug'lar olib kelganman, ikkita har xil urug'. Shuni tomorqamga eksam bo'ladimi? Yo'q, ekmaysan. Aks holda nima bo'ladi? Yomon bo'ladi. Tomorqangni qo'yaman. Men nimaga? Ekmaysan dedimi, ekmaysan. Yomon mer ekansiz do'stlar. Endi nima ham derdik? Ruxsat berishmadi. Qishloq meri aks holda uyimni ham, hattoki mana bu tomorqamni ham olib qo'yadi do'stlar. Mayli. Mana bu tomorqadagi narsalarim o'sib ketibdi. Shuning uchun tomorqadagi ishlar qilib qo'yamiz va mana buni ekish uchun o'zimga bitta yangi tomorqa quraman do'stlar. Hop, sen nima boyadan bir uyga qarayapsan? Yo'q, shunchaki. Borib ketmasam. Hop do'stlar, mana bu tomorqadagi ishlarni yarmini qilib qo'yamiz. Hech bo'lmasam baribir topshirish kerak, buni pul olish kerak. Hop, merga topshiraman do'stlar. Sal kechroq ulardan. Hop, olamiz. Kartochkalarni ham olib chiqamiz do'stlar. Hop, endi bularni ekib qo'yamiz keyin. So'ngra do'stlar ekib qo'yamiz. Ag'ini ertaga qilaman, ungacha ko'proq ekilib turadi do'stlar. Yaxshi do'stlar, bu safar pishmagani yo'q ekan. Pishmagan emas, shunchaki anaqa yaxshi nur yetish imkoni, ya'ni xullas chirigi yo'q ekan demoqchiman do'stlar. Endi sabzilarni ekib chiqamiz. Hop, va o'zimizga tomorqalar qilamiz mana shu yerga. Uning uchun biz mana bu narsalarni qo'yib, uydan suv olib chiqishimiz kerak. Ya'ni yangi uyimizdan rolik ularni qo'yib chiqamiz, suvni olaveramiz. Har ehtimolga qarshi uchta hech nima narsa qilmaydi do'stlar. Eshikni yopib qo'yamiz va biz o'zimiz uchun, xullas o'zimiz uchun mana bularni olaylik do'stlar. Kerak emas. Hop. Bo'ldi. Mana shuncha joyga, ya'ni yo'q, qo'limda qo'llab beraman. Hop do'stlar, mana shu yerni 3 talik qilaylik, bo'laveradi 3 talik. Hop. Suv quyamiz do'stlar. Bo'ldi. Ancha. Bo'ldi. Yo'q do'stlar. Buzilib qoldi suv. Endi mana bu yerdan olishga majburmiz. Faqat o'rtasidan olamiz do'stlar. Aks holda bu yerdan buzilib qolishi mumkin. Bo'ldi, suvimiz yaxshi bo'ldi do'stlar. Endi tomorqani voy do'stlar, suv bo'lib ketdi hamma yog'im. Tomorqamizni qilib chiqamiz, kichkinagina bo'lsa ham. Hop. Mana shu yerlarga yaxshilab qilamiz. Menimcha bo'ladi do'stlar. Yo'q, buni o'rab chiqay. Hop. Ekib
chiqamiz endi urug'larni do'stlar. Bu tarvuzning urug'ini ekib qo'yamiz do'stlar. Endi pishgandan keyin огородni jicha kattaroq qilaman. Bu ana buning urug'i. Nima desa bo'ladi? Anaqa oshqovoqni urug'i do'stlar. Foydali bo'ladi, baribir ekib qo'yish kerak. Voy, qo'ydim. O, ana yaxshi yomg'ir yog'yapti do'stlar. Hop, endi ekinlarimiz ham yaxshi bo'lsa kerak endi do'stlar. Yomg'ir ham yog'di. Hop, do'stlar. Mana bu yer nima? Nimaga teshik bu yer? Do'stlar, nimaga bu yer bunaqa? Bilasizlar? Do'stlar, nimadir bo'lishi shekilli. To'xtanglar, tomorqamizni suvni o'chirib turishga majburman do'stlar. Bu yerga tushmasak bo'lmaydi do'stlar. Hozir o'chirib turamiz. Tushmasak bo'lmaydi do'stlar. Voy do'stlar, nimadir bor ekan bu yerda. Voy oyog'im do'stlar. Voy oyog'im. Voy, nima bu yer? Hop, qandaydir joy shekilli do'stlar, qo'rqyapman. Nima ekan bu yer? Merga xabar berish kerak. Mayli do'stlar, merga xabar bermay qo'yaveramiz, chunki merga befoyda. Hop, mana bu yerda ikkita kalit ekan, bittasini olamiz, har ehtimolga qarshi, chunki ichkaridan qulf bo'lishi mumkin. Do'stlar, kaliti kiramiz. Voy do'stlar, juda ham qo'rqinchli yubet. Voy qonlar do'stlar, qo'rqib ketyapman. Chiqishni xohlamoqchiman do'stlar. Voy, juda ham yomon ahvoli. Bu to'rt bor ekan. Qani ko'raylikchi. Qanday to'rt ekan? Do'stlar, achib qolgan to'rt ekan. Bu yerda nimalar? Voy do'stlar, voy. Juda ham qo'rqib ketdim do'stlar. Qandaydir pavuklar, shunga o'xshagan ko'zlar, g'alati narsalar bor ekan. Menimcha bu yerda odam yashagan va mana shu g'alati tortni iste'mol qilib o'rib qolgan bo'lishi mumkin. Mayli do'stlar, biza merga xabar berishimiz kerak. Yo'q, merga xabar bermay qo'ya qolaman. Baribir unga. Undan ko'ra do'stlar, politsiyaga telefon qilaman. Hozir o'zimni uyimga kirib, hop, mana bu yerga qo'yamiz do'stlar. Tezda chiqamiz do'stlar. Hozir politsiyaga xabar berish kerak buni. Do'stlar. Hop, uyga kiraman do'stlar. Politsiyaga xabar bermasak bo'lmaydi. Hop, telefonni olaman. Hozir rasmga olib kelishim kerak o'sha yerni do'stlar. Eshik ham ochilmagan, qaranglar. Jonimga tegdi do'stlar. Hop, chiqayga tezda do'stlar. Men ochilmayapti eshik. Hop do'stlar, ketdi. Rasmga olib qo'yishimiz kerak tez o'sha yerni. Hop, tushamiz. Qani endi eshigi bu yerda. Telefonam yaxshi ko'rinmayapti do'stlar. Hop, mana shu yerlarni rasmga olaman. Mana bu yerlarni ham, mana shu yerlar, ya'ni qonlar ham isbotlab bo'la oladi. Hop, bu yerdan tezroq chiqamiz va politsiya kelishini kutamiz do'stlar. Hop. Voy do'stlar, chiqolmayapman. Bo'l, tezroq chiqamiz. Bu yerdan chiqib ketishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Hammaga xayr do'stlar, videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, hammaga rahmat va men o'zimni uyimga, ya'ni qishloqqa emas, o'zimning uyimga kirib turaman va hammaga xayr. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, hammaga omad tilayman do'stlar va biz Telegram kanali ochdik.